Uy sharoitida tez homilador bo'lish xohlaysizmi? Miyangizni qizdirib tashlaydigan ma'lumotni yetkazaman. Bu internetga tarqaganiga 2 kun bo'ldi. O'zim shu narsani sizlarga yetkazishni xohladim. Tokiolik olimlar biokimyoviy ilmiy izlanishlar natijasida spermatozoidlarni eng tezi, eng sog'lomi, eng kuchlisi tuxum hujayrani urug'lantiradi degan shu kungacha bo'lgan shu ma'lumotni atmen qildi. Tanlovi tuxum hujayra qilar ekan. Ayoli yetilib turgan tuxum hujayrasi, biz aloqa qilib turib to'kkan spermamizni ichidagi spermatozoidlarimiz u yerga borib turib tuxum hujayra atrofida kirishga harakat qilib uriladi, turtiladi. O'sha vaziyatda, o'sha vaqtda tuxum hujayra o'zidan biokimyoviy signallarni chiqarar ekan. U signallarni spermatozoidlarni barchasi tutadi va o'sha spermatozoidlarni shu signalni tutib, u signaldan qaytgan javobga qarab turib tuxum hujayra tanlov qilar ekan. Endi bu tanlovi tez, ya'ni ayoli tez homilador bo'lish uchun, ya'ni tuxum hujayra zo'r tanlov qilish uchun nimalar muhimligi haqida ma'lumot berib ketishdi. Birinchi o'rinda uyqu. Ikkinchisi kortizolni past bo'lishi. Endi uyqu yaxshi bo'lgandan keyin kortizol ham past bo'ladi. Kortizol past bo'lgandan keyin kelinning nimasi kayfiyati zo'r bo'ladi. Ya'ni kelin siqilmasligi kerak ekan. Uchinchisi gormonal muvozanat. Gormonlar doim muvozanatda bo'lishi kerak ekan. Prolaktinlar ko'tarilib ketgan, testosteronlar ko'tarilib ketgan, unaqa narsa bo'lmasligi kerak ekan. Shamollash haqida gap ketmagan. Keyingisi zararli odatlar. Ichish, chekish, shu narsalardan yiroq bo'lish kerak ekan. Endi tushunishim bo'yicha ko'proq e'tiborni ayollarimizga qaratishimiz kerak ekan degan xulosaga keldim.